Bu uchta usul yordamida siz ancha vaqtingizni tejaysiz va haqiqatan ham grijangiz bormi yo'qmi bilib olasiz. Men ismim Eldor Akramovog'li, Esperto Med klinikasi asoschisiman. Bugungi kungacha 5000 dan ortiq bemorni davolaganmiz va ularni operatsiyasiz xalos bo'lishiga yordam berganmiz. Keling bu uchta usul haqida gaplashamiz. Birinchi tekshirish usulimiz uchun stulga yaxshilab o'tirib olamiz. Tekis o'tirganimizdan keyin boshi va yelkalari egdik va undan keyin oyog'imizni cho'zamiz. Oyog'i cho'zdik, barmoqlarni o'ziga tortdingiz. Mana shu holatda agarda og'riq tizzani orqasida va boldirda bo'lsa, bu normal holat. Lekin og'riq sizda belda, boksada va butun oyoqlar bo'layotgan bo'lsa, bilingki bu grijani signali. Ushbu tekshirish usulini ikkita oyoqda qilib ko'rasiz. Ikkinchi usulimiz tekis joyga yotmagan holda tekshiriladi. Bu holatda oyog'imizni ko'taramiz, og'riyotgan tarafdan oyog'imizni ko'taramiz. Ko'targanimizda agar og'riq belda va dumbada yoki butun oyoqqa bersa, bilingki bu ham grija borligi haqida signal. Oyog'i bukasiz. Bu holatda bukkaningizda odatda o'sha tarafdagi og'riq yo'qoladi. Hozir sizda og'riq bormi? Yo'q. Uchinchi usulimiz, yotgan holatda boshni bukamiz va bukkanimizda grija nerv ildizini qisgan tarafdan bizda oyog'imiz bukiladi. Og'riqdan oyog'imiz bukiladi, tizza qismida bukiladi. Bu nega og'riqni yengillashtirish uchun bukiladi. Agar sizda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, bu grija borligini uchinchi signali. Agar ushbu tekshirish usullarida sizda og'riqlar ko'p bo'layotgan bo'lsa, bilingki katta ehtimol bilan sizda grija bor. Esperto Med klinikasi ushbu grijalardan operatsiyasiz davolanishga sizga yordam beradi. Siz bizning mutaxassislarimizga uchrashasiz, MRTingizni chuqur tahlil qilishadi, holatni yaxshilab o'rganishadi, hamda eng muhimi davolashda bu to'g'ri tashxis. Sizga to'g'ri tashxis qo'yishadi va individual davolash rejasini tuzib chiqishadi. Bizga murojaat qilish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.